O'zbekistonda ixtiro. Do'stlar, qaranglar, Ova. Qaranglar. Operatorlik. Ova. Voy, ko'ryapsizlarmi? Mazzaligini qaranglar, Shuni olasan. Ova. Do'stlar, O'zbekistonda ixtiro qaranglar. Bunaqa ixtironi faqat o'zbeklar o'ylab topadi. Bu nima deydigan bo'lsalar, do'stlar? Voy, Drabilkani endi ishlatayotgan paytingda endi qo'shning portalga yozib yuboradi. Uyimni chang qilib yubordi, mollarim o'lib qolyapti, qo'yim nima qilib qolyapti degan gaplar bo'lmaydi, do'stlar. Shuni bitta salafanda olasizlar, 20 ming so'mga. Shuni og'ziga bekitasizlar, shalop paytiga solsalaring, upakovka qilib tayyor qilib beradi. Shuni olasiz, somonxonaga olib kirib, sekin salafanda olib beraverasiz. Do'stlar, ixtironi o'zimiz o'ylab topdik. Lukskopiya qilib internetdan. O'shuning uchun like qo'yib, o'xshagan bo'lsa, malades yozinglar. Xudo xolasa, ishonchli, garantiyali drabilkalar necha pul bo'layapti? Qana bo'layapti? Necha qavatli nimasi bor? Nechta qolip bor? Hozir drabilkalarni pulni yasaydigan ustalardan olib kelganmiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. O'zingizni tanishtiring. Men Javohir bo'laman. Shu drabilkani boshladik, Xudo xolasa, yangi boshladik, Xudo xolasa, narxlarni yengil qilib chiqarib beramiz. Ya, narxni ham shu gumbillar degan arzon qilib yuborishdi. Sabab ko'p qismini o'zlari kelishadi. Gohi drabilkachilar bilan mana bu lazer ham qo'yib qo'yishdi. Lazerni ba'zini bir balo ishlatib qilib, ulatib kesib beradigan allaqat kompyuterli kesadiganni qo'yib berishdi. Javohir uka, endi drabilkalarimiz kilovati har xilmi yo bir xilmi hammasi? Kilovat hozirda bir xil. Bir xil kilovatli. Motori qanaqa endi buni nimasi? Motori alyuminligi bor, misligi bor. Alyumin yo misligi bor. 6,5 kilovat, 3,5 ham bo'lib yozilgan. O'zimiz admotka qilamiz shu yerda. 15 yildan beri admotka qilamiz. Admotkani motor 4 kilovatga beramiz motorni. 4 kilovatga. To'liq quvvat 4 kilovat. Bu o'zlar admotka qilganlarmi yo bu Xitoydan kelgan? Yangi Xitoydan keladigan motor. Ha, bular yangi Xitoydan kelgan. Xitoydan keladi. Davomida bir narsa bo'lib qolsa ham yangilayveramiz. Xohlasa motoriga garantiya hamma yo'g'i bor, zapchasi. Hozir uni ham ko'rsatib o'tamiz. Simidan tortib hamma zapchasigacha bor. Do'stlar, eng asosiysi bitta qiladigani 4 kilovatli nima qilib bular mana o'zlari motor ustalari, shuning sababdan motorni ham zo'rini qo'yib berishgan. Xo'p, endi drabilkamizda 4 xil nima bor? Necha xil nima bor? 4 xil nasatkasi bor, setkasi. Bu bug'doyni u holatga keltirib beradi. Buni hozir ishlatib ko'rsatamiz. Ko'rsatamiz. Bu yorma holatga keltirib beradi. Makkani, sotali makkani bu molbob qilib chiqarib beradi. Bu somonni mayin qilib, qo'ybob qilib chiqarib beradi. Qo'ybob qilib chiqarib beradi. Mana do'stlar, 4 xil nasatka, bunisi bosh bir xil ekan, o'rin bilan buni olib turaveraylik. 4 xil nasatka ekan, mana 4 xil tayyor qo'yilgan. Mana do'stlar, mana bu o'ylagan narsamiz bu nima qo'yganimiz yo'q. Bez nima? Mol bob qilib beradi-da, endi to'g'rimi? Nasatka qo'ymasa. Nasatka qo'yilmasa, yiriroq chiqadi, mol bob bo'ladi. O'ziniki bilan 5 xil. O'zi shunday chiqarsa ham bo'ladi. Ha, uni chiqarsa. Qo'yani, xil narsalarni, poxollarni shunday o'zi nasatka qo'ymasdan chiqarsa ham o'zi bemalol moliydigan qilib chiqarib beraveradi. Mana do'stlar, bu o'sha xolasiz buni qiling, xolasiz bug'doy qiling, xolasiz somon qiling mana. Kelinglar do'stlar, endi bittasini ko'rsatib keling mana. Mana bug'doydiki, mana. Bug'doyni qana mayda qilib beradi, bitta uling operator tolib turib, qochib turadi. Do'stlar, operatorimiz yaxshi olyaptimi, yo'qmi? Like qo'yib, kommentariy yozib qo'yinglar. Xudo xolasa shu bo'yda bolani uylab olsa yaxshi bo'lib ketadi, do'stlar. Xo'p, bu manu setkada chiqyapti, yorma holatda. Makkani yorma holatda chiqarib beradi. Bitta ulanch ko'raylikchi. Bitta zachonkasini mana ochib qo'yilaveradi. Uni chiqaraveradi. Vakili operatorni ko'rishni ishlatishni. Tepani ochib yopsa bo'ldi, yana. Chiqaraveradi. Bo'ladi. Mana do'stlar, bu endi anu jo'jalarimiz bor ekanda, Jo'ja bor atalaga. Ya, jo'jaga, atalaga, molga ham ishlatsa bo'ladimi buni? Atalaga solsa bo'laveradi. Molga shunday bermaydi-yu, narigi setkasida chiqadi, molga bersa ham bo'laveradi. Bunisi qanaqa setka? Bunisi kepay qilib beradi, un qilib beradi bug'doy. Voy, bu vakilini operator nima endi manalar bular? Bug'doyimizga ham mita tushib qolibdi mana. Ha, bug'doyga mita tushib ketibdi, bu. Endi bu mitalar ham chiqib ketar ekan, shu drabilkamizdan. Do'stlar, sizlarga savol. Mana bug'doy endi bular asosan to'g'ri drabilkan shug'ullangan, endi nima? Mana shunaqa mita tushmasligi uchun bug'doyni nima qilib saqlasa bo'ladi? Shuni bilganlar kommentariy yozib qoldirlar. Bizi uyimizda bir marta guruch olganimizda guruchga mita tushib ketganda aytishganda, hali miqda 5-6 miq tashab qo'yish kerak deyishgandi. Yana nima qilsa bo'ladi buni yo'qotish uchun? Drabilkadan chiqarib olamiz. Endi buni aytib. Ha, endi buni yana bitta usul ekan do'stlar, nobod mita bosib ketsa, drabilkadan shu chiqib olsalar, bu oqsil bo'lib to'g'rilab bir maza qilib yuborar ekan, to'g'risi. Maydalanchi.
kepak qilib olar ekan-da bu. Metali makkani sog'oramiz. Makka. Qo'y, operator makkani ko'rsatchi. Buni ham maydalab tashlaymiz. Maydalab tashlaymiz. Voy. Zo'r. Bunga kichikroq salafan qilib qo'ysa zo'r bo'lar ekan-a, buni changi nima qiladi? Bo'ladi. Mana do'stlar, haligi qo'y go'shti joyidan deganki, oqsil qo'shilgan bemalol mitalari bilan chiqarib yubordi do'stlar. Bu endi o'sha hali qo'yga, molga, jo'jalarga kepay holatda bo'lib qolar ekan-da, polni. Kepay holatda. Bu makkalari ham chiqqan mana aldashib. Makkalarni ham haydalab yuborgan. Xo'p, 220 ga bemalol ishlayapti. 220 ga ishlaydi, xudo xolasa. Qo'lni ham maydalavradimi? Qo'lni ham maydalaydi. Tak. Mana mo'nga bitta ko'rsatinglar, mana unga olib keling, mana unga bitta ho'l mana. Kakra salab anga upa-ko'pga qiling. To'ktuning. O'zimizning ixtiro variantimiz. To'ktunlaring yuring. Mana yangi o'rib kelgan ho'l makka. Yana bitta qiziq tomoni do'stlar, bilasizlar, gohilar qopqog'ini yechib aralashtirish kerak, hali bo'shatish kerak ekan. Bular shuni yondan tiqib qo'ysalar ham bo'ldi. Qaranglar. Bo'ladi. Silos akalar, like qo'yib, kommentariy yozmasalar endi o'libdi do'stlar. Sizlar uchun shikkalat narsada to'kilmaydi. Shuni bitta tuz bilan qo'shtirib orada tuz ham silosda ham tuzni maydalab tayyor paketga qilib yuborganda birato'la. Salafan bilan shuni ko'tarib, shiploqat yeri ko'mib qo'ysalar, pashasi sizlar uchun mana nima bo'lyapti do'stlar. Like qo'yib qo'llab-qo'ying. Endi eng asosiy joyi mullachiringni yechib bilan bular jonivorlarni endi. Xo'p. Ishni yangi boshladik. Xudo xolasa, oshxona ochilsa ham birinchi bir kun bepul ishlaydi. Xudo xolasa, shu videoyimizda arzon qilib chiqarib beramiz. 2 million 200 ming so'mdan qo'yib yuboramiz. 2 million 200 ming so'mdan. 3 milliondan sotilayotgan darabilka. O'zi 2 million 500 ming qo'yishimiz kerak. Yangi ish boshladik, duo qilib qo'yishadi. 2 million 200 mingdan chiqarib beramiz. Do'stlar, faqat cheklangan miqdorda mana shu darabilkalar bor. Tez zizta aloqaga chiqamiz. Ulgumadi do'stlar. Xo'p, endi dastlabkasi qanaqa endi buni? Dastlabkalarini xudo xolasa qilib beramiz, kelishilgan holatda. Kelishilgan holatda. Birinchi 10 ta telefon qilgan odamga shunday dastlabkasini ham qilib beramiz. Birinchi 10 ta odamga dastlabkasi bepul. Javob. Vodiyga do'stlar, vodiyga birinchi 10 ta odamga dastlabkasi. Vohaga ham o'sha nimasini chiqarib yuboramiz. Dog'li vodiy dastlabkasi chiqarib yuborib turib, ag'ini yengil qilib berishadi do'stlar. Endi ja bo'lsa 100 ming, 200 ming so'mga olib berishyapti. Uncha qimmat ham emas, xudo xolasa. Puliga arziydimi? O'zim 2,5 million, 3 milliondan reklama qilganman do'stlar. To'g'risini aytib bering. Tak что like qo'yib nima qilamiz? Bundan tashqari unaqa nima ham qilar ekansizlar buni? Atrabonga garelka. Bu motorchini biz hali metanga ishlatardik, buni nima qilyapsizlar? Motorchini o'zimiz yasaymiz. Motorchi o'zimizda chiqadi, o'zimizdan o'tkachimiz. Xo'p, atrabotga mashinadan chiqqan axlat piyoda yoqiladi. Maytda o'ntasi ko'rib bo'ladi. Maytda idish bo'ladi, hozir idishni qo'ymabdi. Ha, tepaga idishi bo'ladi o'zi nimaniki. Maytdan ko'tarib odam bo'yi yonadi, 1 metr yonadi. Soatiga 2,5 litr, 3 litr rasxod qiladi. 2,5 3 litr rasxod qiladi. Endi o'tiga qarab bo'lsa kerak-da. O'tiga qarab. Bu endi nimaga ishlaydi? Qatga ishlaydi bu? Atana pishirgani. Keyin katyollarga ham olishyapti. Katyollarga ham olishyapti. Keyin aynan pishiradigan zavodlar ham olyapti hozir. Keyin buni kattasi bor, bunaqa gazabro chiqaradiganlar bor ekan, suv ustasi. O'shandan qilib beryapmiz. Bundan kattaroq bo'ladi ob'yomi. Bu nechi puldan bu? O'chirib turaylik endi mana nimasini. Buni 1 milliondan O'zbekiston bo'ylab dastlabkasi bilan qilib beramiz. 1 milliondan do'stlar O'zbekiston dastlabkasi bilan, ya'ni buni o'zbekcha qilib aytganda faqat vodiyda chiqarishadi, boshqa chiqarishmasa kerak. Atrabon nima? Atrabonni olasiz do'stlar, o'sha nima deydi, ishlab chiqarish korxonalariga bemalol nimani qizdirish kerak bo'lsa, gazni o'rnini egallab beryapti. Endi gazchalik bo'lmaydi, lekin shu yo'lini topish to'g'risi.
Biz ham o'zimiz ham gazoblarcha reklama qilganmiz, ular ham mana shu suvni mashinada isitadi. Ha, mashinada isitishyapti. Ham tez isitib beradi, ham KPDsi quvvati baland do'stlar. Arzonga tushadi sizlarga do'stlar. Mana shu motorida, mana shu motori, maytda yog' bochkasi bo'ladi, 1 million so'm. Xo'p, buni Xitoyda motori bo'ladi, 2 diskorli qora motorchi bo'ladi, unda 700 ming so'm. Ha, u arzonroq bo'ladi. Arzonroq. Monisini o'zimiz tayyorlaymiz, boshqalarga ham tayyorlab beramiz. Mana shu buni topishcha qiyinroq. O'sha motori qimmat asosan. Buni motori qimmat. Endi buni skori ko'p ekanda buni. 10 ta skori bor. Buni 10 ta skori, Xitoydagini 2 ta skori. 2 ta skori bor. Ham buni ovozi past, narigini ovozi baland. Ha, uni ovozida ham farq bor ekan do'stlar. Do'stlar, like qo'yib qo'llaymiz. Aji Ecomax drabelkalarda ustaxonaga kelganmiz. Mana shunaqa ustalar soni ko'payishi uchun do'stlar, bular endi mehnat qilyapti, harakat qilyapti. Nimadirda o'xshatishyapti, nimadir o'xshamayapti do'stlar. Mana buni ko'rsataymi, mana bitta narsani ixtiro qilib joyiga kelguncha do'stlar, mana shu narsalar yarimi musor bo'lib ketgan, ko'ryapsizlar. Qaysidir qilishgan. Mana bozormonda apparat ham arzon narsa emas. Buni yasaydi, qiladi, o'xshamaydi, ishlatadi, ishlatmaydi. Mana shunaqa qilib harakat qilishyapti. Mehnat qilayotgan uchun do'stlar, mehnatkash bolalar uchun like qo'yib, kommentariyaga Malades O'zbekiston deb yozish eslaridan chiqmasin. Xudo xolasa, drabelkalarga birinchisi 10 tasiga vizdat ulab, o'sha menimcha bu videoda joyiga ko'rmagan bo'lsa kerak 10 ta odam, o'sha telefon qilgan bo'lsa kerak. Endi siz hali ham telefon qilmay o'tirgan bo'lsangiz, hali ham biz videoda like qo'ymasa, podpisatsiya ko'rmayotgan bo'lsangiz, uyat bu do'stlar, uyat. Buni blogerda haqqi bor. Tekin bu, tekinda shunday bostirib podpisatsiya bosib qo'ysangiz, biz ham xursand bo'lib qolamiz. Kommentariyaga bosdim olib deb qo'ysangiz, valsholloh mendan bitta yurakcha sizga bor addushi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana nima bor ko'rsatgan? Nima? Hamma ko'pchilik alyumin motor bilan mis motorda so'raydi hamma. Nima farqi bor? Mana Xitoyda o'zimiz admotga qilamiz. Xitoyda alyumin simi, bu mis simi. Ikkovini ham emali bir xil bo'ladi, issiqlikka chidamligi. Lekin bu sim bilan bu simning farqi bor. Bu mis. Ha, bu mis. Bu alyumin. Bu alyumin. Turishidan bir xil ko'rinishi. Xitoydan olib keltiramiz buni ham. Bu motorlarga yangi o'sha Xitoydan o'zi o'ralib keladi o'zi. Zavodskiy yangi motorlar. Yangi keladi. Bu agarda biz birinchi bo'lib drabelkani yuragi asosan motorda. Bu narsa bo'lsa bizga keladi. Shu nechta drabelkani o'rab beramiz, baland trubkasi chataq bo'ladi. Bu motor kichkina qo'yib qo'ygan bo'ladi. Nima o'zimiz o'rab beramiz. O'shani alyuminda nima farqi bor deyapti. Alyumin bu yengilroq kelgani uchun yengilroq, motorda ham yengilroq keladi, yengilroq beramiz. Bitta narsani hisobga oling. Alyumin bilan misli nima farqi bor deydigan bo'lsang, agar sizni uyingizda tok o'ynaydigan bo'lsa, ya'ni 220 tiniq bas 130, 120 olib ketadigan bo'lsa, unda alyumin obmotga tavsiya qilinadi. Nima uchun? Chunki alyumin obmotga past tokda ham ishlayveradi. Endi lekin haligi misliqa baquvvat ishlamaydi. Misli talabi faqat 220. 220 dan past bo'lsa mis ishlamaydi, to'g'risini aytib beradi. G'ing'illashni boshlaydi. No, mis 220 tiniq tok bo'lsa, baquvvat ishlaydi alyuminga nisbatan. No, aytayapman, uni ham buni ham. Agar ham 220 ham alyumin bo'ladigan bo'lsa, u vashi banglatveradi to'g'risi. No, bitta narsa, o'shuncha hisobga olinglar. Batta alyuminligi ham bormi nimalar? Alyuminligi ham bor, misligi ham bor batta. Alyuminligi ham misli. 300 ming so'm farq qiladi orasida. Ha, 300 ming so'm qaysi biri arzonroq endi? Alyumin arzonroq. Arzonroq 300 ming so'm. Bizga arzonroq keladi, o'shaning uchun arzonroq. Do'stlar, mana xolasiz alyumin oling, xolasiz mis oling. Uyingizga qarab turib, xudo xolasa qilib berishadi. Drabelkalarga bir garantiya beramiz, motoriga ham 6 oy garantiya beramiz. Navoda bu narsa ish ko'rsatsa hamma zapchasi bor, ichida kondensatori bo'ladi. Ha, luboyni kontaylari bo'ladi, hamma yo'g'idan o'zimizda bor. Mana bu ham drabelkada boshqalar drabelkasida kelgan motor o'rab qo'ydik, o'rab berdik, uni olib ketadi. O'ralgan, bu ham kuyib qo'ygan, o'sha motorni pichab qo'ygan. Qilib motordan diqqat olmasak endi. Motorga garantiya beramiz, xudo xolasa. Do'stlar, konidasizlar. Shuni ichida biz-ku. Ha. Qo'llab-quvvatlaymiz. Haqida bir ma'lumot ko'rsatib o'taymi? Nima bor yana? Gapiring. Pichog'ini ko'rsatib o'taylik. Asosan pichog'i. Hozir olib kelaman. Pauzani bosib turasiz, operator. Xo'p, pichoqlar shu holatda bo'ladi. Ikki xil pichoqda chiqyapti hozir drabelkamiz. Mana bu quyma cho'yandan zavodskiy mahaviy. Quyma quyishyapti. Xo'p, buni kilosi 9 kilo chiqadi. Mana bu 4 kilo 5 kilo chiqadi. O'zimiz yasadik. Turli listdan o'zimiz lazerda kesib qilinadi. Effekti lekin mana 9 kilo bo'lsa, motorni o'zimiz amperni o'lchab, buni qo'ydik. Bundan og'irini qo'ysa, hozir 15 kilo, 20 kilolik deb chiqishyapti. Ular motorni qiynab qo'yadi. Buni o'zi aynan olganda ham to'xtatish ham qiymamizga kerak-a buni. Buni bitta yurgizib olguncha motor baland amper oladi. Ha, baland amper oladi. Yurayotganda. O'shaning uchun buni qiynalib aylantiradi. Buni ham hisobini oldik. Buni aylantiradi. Sizlar bundan qo'yasizlar, bundan qo'yapsizlar. Ikkovidan ham qo'yapmiz. Ha, ikkovidan qo'yasiz. Mahaviy so'raganlarga mahaviy, bundan so'raganlarga bundan beryapmiz.
Qaysi birini xohlasa любойni qo'yib berasizlar. Lekin xizmati ikkoviniga ham yaxshi bo'lsa. Ikkoviga ham garantiya beramiz. Ikkovi ham. Bundan og'ir qo'ysa ham motorni qiynab qo'yadi. Ha, bundan og'ir qo'ysa motor. 10 kilo, 15 kilo qo'yapmiz deb chiqishyapti. Endi ular biz o'zimiz motorni ichidaligimiz uchun bu yerda kuyib kelyapti. O'zimiz bilib, undan og'ir pichoqqa yopishmadik. Zo'r. Do'stlar, like qo'yib, qo'llab-quvvatlaymiz, gazini bosamiz.